2009 yılı 7. ayının 5. günü yüz bergen 5. yıl Ürümçi qırğınçılığının 12 yıllık xatır günü münasibeti bilen Amerikadaki Uyghur kişilik hukuk quruluşu bayanat e'lon qildi. Ular bayanatida 5. yıl Ürümçi qırğınçılığı yüz bergenligiga 12 yıl to'lgan va Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligiga 5 yil bo'lgan mushu mezgillarda xalqaroning hech bo'lmaganda bu zulmdan qochib chiqqan Uyg'ur musofirlar va panohlanuvchilarning bexatarligiga kafolatlik qilishi kerakligini ta'kidlagan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi ijroiya direktori Ömer Qanat mundaq degan: "Dunyo jamoati hech bo'lmaganda Uyg'ur musofirlarini qutqizish kerak. Amerika Davlat Majlisi tezdan Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash qonunini ma'qullash kerak va o'xshash fikrdagi davlatlarmo Uyg'ur musofirlarni o'rinlashtirish planini o'tirg'a qo'yish kerak." Amerika Davlat Majlisining 2 nafar nüfusluq a'zosi 1 iyul kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresga ochiq xat e'lon qilib, uni Xitoyning ig'ir kishilik huquq tafsandichiligini yaqindan kuzatish uchun darhol tadbir qo'llanishga, shundaqla baholab chiqishga chaqirgan. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetining qo'sh raislaridan Kengash palata a'zosi Jeff Merkley bilan Avam palata a'zosi James e'lon qilgan ochiq xatda Uyg'urlarning vaziyati alohida tilga ilingan. Xitoy hukumati 2009 yılı 7. ayının 5. günü Sharqi Turkistonning poytaxti Urumchida elib borgan dahshatli qirg'inchilik va sistemalik zulm siyosiy dalil paketlari bilan o'tirg'a qo'yildi. Sharqi Turkiston kishilik huquqni kuzatish jamiyati 5. yil Urumchi qirg'inchiligi doklati qirg'inchilikdan irqiy qirg'inchilikka tutishadigan yo'l nomli tadqiqotini e'lon qildi. Mazkur dokladda zalim Xitoy hukumatining 2009 yılı 7. ayının 5. günü Sharqi Turkistonning Urumchida elib borgan qirg'inchiligining orqa ko'rinishi va voqealari tafsiliy bayon qilingan. 2021 yılı 7. ayının 2. günü Sharqi Turkiston kishilik huquqni kuzatish jamiyatining tor betida e'lon qilingan doklad Xitoyning 2009 yılı 7. ayının 5. kunigacha bo'lgan siyosati, Urumchidagi namoyishning qanday yuz berganligi va Xitoyning qirg'inchilikni qanday boshlaganligi, qirg'inchilikdan keyingi Xitoyning siyosati, xalqarodagi inkoslar hamda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikqa oid uchurlarni o'z ichiga oladi. Doklad yana rasm va bibliografiyani o'z ichiga oladi. Amerikaning cheklashi sababidan Yanfon bo'limi qiyinchilikqa duch kelgan Huawei davomli Xitoydagi o'zak ishlab chiqaruvchilarga mablag' soldi. O'tgan yildan boshlab Huawei shirkatining Amerika uskunalari yoki texnikasini ishlatib ishlab chiqaruvchilardan, ya'ni barliq asosliq o'zak ishlab chiqaruvchilardan aqliy iqtidorli telefon uchun o'zak sotib olishi cheklandi. Tönögün egilenishicha, Huawei igdorchiligidagi Qobil texnika mablag' selish shirkati Xitoydagi o'zak ishlab chiqaruvchi Shanghai Akas Mikro elektron texnikasining yangi boychikiga aylangan. Huawei o'zak yasash kasbida o'zining mavjudligini uzluksiz kengaytirayotgan bo'lsa-mu, ammo Shanghai Akas Mikro elektron texnikasining aqliy iqtidorli telefonlar uchun o'zak ishlab chiqaradiganligi to'g'risida hech qanday paket yo'q. Diqqat qilishga arziydigani shuki, Huawei yaqinqi oylarda aktivlik bilan o'zak echish mutaxassislarini qabul qilgan. Dangli xabar munbirlari Nikki Huaweining o'zak bilan munosabatlik yana 10 shirkatga mablag' solganligini oshkorildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin tönögün davlatning qonun uchur tor betida e'lon qilingan munosib farmon bilan yangilangan Rossiya davlat bexatarlik strategiyasini tasdiqladi. Putin imzolagan qarorga asosan Rossiya dollarning ishlatishini azaytadi hamda Xitoy va Hindiston bilan diplomatiyani oldinga o'rin qo'ydi. Yangilangan davlat bexatarlik strategiyasi hujjatida Osiyo Tinch okean rayonida rayon bexatarligi va muqimligiga kafolatlik qilish mexanizmi o'rnatish uchun Rossiyaning tashqi siyosatdagi muhim ishlar tizimligida Xitoy va Hindiston bilan strategiyalik hamkorlikni kengaytirish ko'zda tutilgan.